Balki sizning uyingizda ko'rgandirsiz. Sen mening uyimda qanday qayg'u bilan yuribsan? Begona ayol mening uyimda yashamaydi. Senga o'xshagan odam o'g'rilari nega yashasin? Dara ko'zlarini pirpiratdi. Men odam o'g'risiman? Tashqi qarashingdan shunday ko'rinadi. Dara xafa bo'lmadi, aksincha jilmayib qo'ydi. Dedilar. Nima qilaman? Eshitganman, qashshoqlik go'yoki yuzda aks etar ekan. Kichikligimdan juda kambag'al edim. Shuning uchun yuzimda qashshoqlik aks etgan bo'lsa kerak. Shirabon bosh chayqab dedi. Bo'lishi mumkin. Dara kulib oldinga qaradi. 2-3 ta kuchukdan boshqa hech narsa ko'rinmasdi. Bir tinchlik uning ichiga joylashdi. Jimgina o'tiraverdi. Kecha qandaydir g'alati tinch. Uzoqdagi lampa ustunining nuri Shirabonning yuziga yarim-yarim tushib turibdi. Ko'zlari yarim yopiq, sochlari to'zg'ib, ko'ylagining tugmasi ham birini adashgancha bog'langan. Bu odam kunduzi qanchalik qo'rqinchli ko'rinsa, hozir xuddi shunchalik nochor ko'rinadi. Daraning ko'ngli qandaydir yumshoq his bilan to'ldi. Oddiy holatda Shirabon u bilan bunday o'tirmaydi. Gaplashishni u yoqda tuting, to'g'ri qarab ham qo'ymaydi. Ammo bugun bu yolg'iz kecha, bo'mbo'sh ko'cha, uzoqdagi kuchuklarning ovozi va skameykaning bir chekkasida o'tirgan bu mast odam hammasi qandaydir boshqacha. Dara jimgina Shirabonga qarab turdi. Xayoliga keldi. Qaniydi vaqt shu yerda to'xtab qolsa, qaniydi odam shu tarzda tinchgina uning yonida o'tirsa. Bu birinchi marta uning xayoliga keldi. Shirabon sheyx yuzidagi qattiq emas, ichida unday emas. Ehtimol odamning o'zi ham qanday his qilishni bilmaydi. To'satdan Shirabon yana ko'zlarini qisib unga qaradi. Bir muddat juda diqqat bilan qaradi. So'ng shubhali ovozda dedi. Sen aslida kim aytchi? Dara labini qisib kuldi. Balki sizning uyingizda ko'rgandirsiz. Sen mening uyimda qanday qayg'u bilan yuribsan? Begona ayol mening uyimda yashamaydi. Senga o'xshagan odam o'g'rilari nega yashasin? Dara ko'zlarini pirpiratdi. Men odam o'g'risiman? Tashqi qarashingdan shunday ko'rinadi. Dara xafa bo'lmadi, aksincha jilmayib qo'ydi. Dedilar. Nima qilaman? Eshitganman, qashshoqlik go'yoki yuzda aks etar ekan. Kichikligimdan juda kambag'al edim. Shuning uchun yuzimda qashshoqlik aks etgan bo'lsa kerak. Shirabon bosh chayqab dedi. Bo'lishi mumkin. Dara kulib oldinga qaradi. 2-3 ta kuchukdan boshqa hech narsa ko'rinmasdi. Bir tinchlik uning ichiga joylashdi. Jimgina o'tiraverdi. Kecha qandaydir g'alati tinch.